Mana shunda meva paydo bo'ladi. Bu kattaroq bo'ladi. Ko'rasizlar, 3 santimetr. Bu 2 santimetr. Mana 2 santimetr. Bu 3 santimetr. Katta. Endi bu changlandi. Bu doim ochilib turadi. Bu kechani ochiladi. Ochilishi bilan changlaydi. Asalari bunga kelib qo'nadi. Foydasi nimada? Asalari kelib qo'nadi, buning ichidan nektar oladi. Agar asalari kelib bunga o'tirib nektar olayotganda shu gul tushib ketmasa, polnosenniy deymiz ruschasiga, o'zbekchasiga mustahkam gul. Meva beradigan gul bu. Agar asalarni ko'tara olmasa mustahkam emas. Keyin asalari mamnunga kelib nektar oladi. Erkak guldan ham oladi nektarni. Nektar bor. Shunda qo'nsin, shunda to'kiladi. Shuning uchun agar gul to'kilsa, 50% to'kilsa, tabiiy hol, demak, mana bu to'kilib ketyapti. Vazifasini bajarib bo'ldi. Changlatib bo'ldi. Bo'ldi, endi bu tark etadi daraxt. Mana bu qoladi, biz buni parvarish qilishimiz kerak. Buni parvarish qilish uchun mana hozir ildizdan oziqani beryapmiz, yetib kela olmayapti bunga. Chunki nihoyatda gul ko'p. Yetib kela olmayapti. Oziqa. Nima qilishimiz kerak? Mana bunda yeganimizda oziqa yetib bormayapti-ku. Unga qo'shimcha oziqa berishimiz kerak. Tomirdan berib olamiz. Tomirdan qanaqa beramiz? Bargidan sepib olsangiz to'g'ri boradi. Tushundinglar? O'shaning uchun bargidan oziqlantirishga ko'proq e'tibor qilish kerak. Bu foydasi juda ham katta. Endi uni ham mana hali okaxon kompleks deb beraman dedilar. Bu yerda sal adashayotgan ekanlar. Aniqlik kiritib oldik. Buni har bitta oziqani o'zini bitta sepasiz.